Muşu yoshligimizga qalaymaqan bog' quvvatlayotgan. Börek quvvatlayotgan deyiladi. Bog' desak, sal bir yarim anglab qolgan ba'zi qiz ayollarimiz bor, analarimiz bor, cho'nglar bor. Hem yine ba'zi qarindoshlar tushunolmaydi ekan, börek deb bermasak. Mush qalaymaqan börek quvvatlash to'g'risida paramlashdi bugun. Hamda to'rbak taraqqiy etib bordi, to'rda nurg'un doktorlarimiz bor, tabib akalarimiz bor, nurg'un bilimli bor atalmish. Şu bilimni ügünüp bazı qarindoshlar doktorlar ketib bordi, o'zguzi diagnoz qo'yib, o'zguzi dorilar maslahat edib saqib ketib bordi. Hamda bizmi so'zlayotganimiz qarindoshlar, boshqa yaxshi so'zlayotganlar bor, haqiqatlar bor. To'rda hamma narsa ishlab bo'lmaydi. Ba'zilar biliq suni leytib biliq tutyapti. Yani sizni qo'rqitib, anda bo'lmasangiz bo'lmaydi, manda bo'lmasangiz bo'lmaydi. Yemiqingiz oqishib qolgan bo'lsa, yuragingiz puchuqlab qolgan bo'lsa, yemiqingiz sizni qo'ysa, jigaringizdan yer uchib qolgan bo'lsa, quloqingiz maymoq bo'lsa, yuragingiz bir yerga sangulab qolgan bo'lsa, shunda suni leytib biliq tutib maslahat etyapti xolos. Amaliyat hammamiz normal. Şu beden sapoyimiz o'xshamaydi, yemek o'xshamaydi, turmush o'xshamaydi. Shu sababdan ba'zi ishlar o'xshamaydi. Ba'zisini bir bisini selishib baqtanlamya. Adamni sabkab qilsaninglar, hammamiz o'xshash. Faqat shu atalmış shu bilimga ishinib ketib, atalmış doktorluğa ishinib ketib, o'zingni qo'rqitib maslahat iste'mol qilib, o'zingni zararlab ketibsizlar. Shu manda ish qilmayli. Ikkinchidan, shu atalmış börek ojizlik balkim sizning börekingizdan munosib yo'q bo'lishi mumkin. Börek degan bir suydik ishlab chiqib turgan ishga ajratma a'zosi tabi bir a'zo. Hamda munosabati bor deyilsa, börek şu ishga ajratmani, şu axlatni tozalab badanni sirtiga chiqartgan a'zo bo'lishqa, shuni joyini tozalab badanni sirtiga chiqarmasa, umum badanda yalloq paydo bo'lib, umum badanga uzr yetishmay, börek ojizlik kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, börekning tepasida börek usti bezda aytgan bir bez bor. Bu badanimizdagi erlik ayollik hormonini tangshitgan bir bez. Bunun iqtidorida masala chiqib qolsa, buni kasallik bo'lsa, balkim sizdagi erlik hormon ojizlab qilib, hissiyot sustlab qolgan, ba'zi ahvolda qamlashmayotgan bo'lib qolishi mumkin. Mushtarabdan bo'lishi mumkin. Shunga qalaymaqan o'zingizga diagnoz qo'ymang. Agar haqiqatan ba'zi masala bo'lib qolsa, bak og'ir bo'lib qolsa, doktorxonaga borib diagnoz qo'yib, yaxshi muntazam doktorxonada davolash qildi yoki ishonchli tabib akallarimizga ko'nildi. Qalaymaqan to'g'ri masalalar eski saq deganlik emas. O'zingiz bilgan pardasiga buni iste'mol qilib olsangiz, börek sababdimi, oldingi bir filmda so'zladim, jigar sababdimi, qon aylanishning yaxshi emasligidanmi, yurak sababdimi, o'pka sababdimi yoki daxi sizdan pek charchab ketishingiz, turmush besimingizdan pek ig'ir bo'lib ketishdimi bo'lyapti. Mushuni bilib turib to'g'ri qilinglar. Börekga issiqlikni qilaverib, ba'zi qarindoshlar jigarni issiqlashib qo'ygan ahvol bor. Bu jigarni issiqni yo'qotib bo'lolmay beradi deb yana börekni sotib qo'ygan ahvol bor. Ba'zi qarindoshlar qalaymaqan mayni ishlatib menga bir nechadan gap qilib turibdi. Yurak tez so'qib ketib, hozir yurak o'lib it qolgandek. Buni dori qilolmagan ahvol bor. Shunga muntazam bu to'rdan azroq bir narsani bilib olib, o'zingizni doktor unda chaqlab qolmang. Doktor manchil maktab o'qib, manchil o'rganib, uning uchun doktor o'tdi. Shuni qalaymaqan o'zimiz diagnoz qo'ymay, muntazam yerda kasal ko'ksitib, uning uchun diagnoz qo'y. Boshqa gap yo'q, shuni deb qo'yib kelgan. Hamma qolgan rahmat.